Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilar, aka-ukalar. Obunachilar, Arashan ishqibozlari, Hisor ishqibozlari, mana bunaqa gigant qo'chqor ishqibozlari, aka-ukalar. Qo'chqorni o'ta mo'shinilaridan kelgan. Buni polni obzor qilib, ma'lumotini berib o'tamiz. Yungilarini, simjilligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Dahshat variantidan yuzlari oppoq. Oldi to'shlariga ham bitta e'tibor berasizlar, aka-ukalar. Obunachilar, eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha Arzonchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba, 25-may 2026-yil. Mana bu qo'yga shunaqa berilib ketgandi, manzillarni eslatish ham esimdan chiqib qoldi. Videoni boshida obunachilar bitta like tirsillatib uringlar. Inshaalloh obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bunaqa qo'chqorlar, gigantlari kelganda birinchilardan bo'lib boradi. Ishqibozlarga podletsa qilib qo'yasizlar akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qo'chqorlarni uddorlari chiqadi bugun xudo xolasa. Mana bundoq oq yuzli variantidan stoykaga e'tibor beringlar akalar. Bitta orqa quyrug'ini ko'rsatingchi. Obunachilar, orqa quyrug'i nima deyapti? Razrezlar o'ta mo'shni, oyoq kenglik, kastiyak, to'rtta oyog'i mana bunaqa stakan tuyoq variantidan akalar. Oldini qarang, kengligini, mashalloh. Qo'chqor o'ta dahshat qo'chqor ekan, lekin qo'pol ekan-a. Obzon aka, bu gibrid. Gibrid ha? Seleksiya natijasi bu. Seleksiya natijasi. Afg'onni chatishmasi bu. Obunachilar, Arashan bilan Afg'onni chatishmasi. Mana bu yuz qismlari. Buni yuzi Afg'on. Afg'onni beryapti, Dilmurod. Lekin quyruq qismi Arashan. Quyruq qismi Arashan. Bilsangiz Afg'onni dumbasi osilgan bo'ladi, Ha, quyruq qismi. bu o'ta mo'shni ha. Obunachilar, mana bu qo'chqorni tavsiya qilaman. Qo'yga qo'shaman degan akalarimizga. Qo'chqorni o'ta bahaybati akalar. Mashalloh, mana buni qarang, yungni qarang, yiltirashini. Kallalar kelgan, kallasi ham katta ekan-a, mashalloh. Bemalol qo'y qo'shishadi oljonga, tayyor bu. Qo'yga qo'shishga tayyor a? Sinov muddati bor, bir hafta qo'yga qarash. Buni bolasi tushgan ham a? Bolalari tushgan buni. Bolalari tushgan akalar, natijani yaxshi bergan. Xo'p, unday bo'lsa buni ma'lumotini berishni boshlaylik, Dilmurod. 4 tishdan 6 tishga o'tyapti. Yoshaylik, bitta ochib ko'rsating. Bo'l, obunachilar ko'rib olishaveradi. 4 tishdan 6 tishga Oldi o'tyapti. kengliklari akalar, kastiyaklariga bitta e'tibor beringlar, kastiyaklariga. Bo'y pastlarini ham bitta o'lchab ko'rsataylikmi, ha? Beramiz. 4 tishdan 6 tishga o'tyapti turgan variant akalar, qo'chqor professional. Sovliqda olib borsangiz, o'zi qo'chqor talab bo'lgan bo'lsa, o'zi buni ishini bitiradi. Qo'chqor talab bo'lmagan bo'lsa, sovliqda quvib qiynamaydi. Stoykaga bitta like tirsillatib turing aka, metrda olib kelib hozir sirad buni bo'y pastlarini o'lchaymiz. Obunachilar, metrimizni olib kelib oldik. Mana metrimiz yerdan bukilgan, sukilgan joyi yo'q. Ko'rib olaverasizlar bemalol. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar aka-ukalar. Mana bu yungilarning yiltirligiga bitta e'tibor bering buni, mashalloh. Hozir uzunligini ham olib qo'ydik. Uzunligini ham bitta o'lchab ko'rsataylik obunachilarga. Qo'chqorimiz chorsaroq ekan, makka mushayiz. Obunachilar qo'lda oling. Mana yelkasidan uzunligi mana akalar rovna 1 metr ko'rinib turibdi. Mana bu dumba razrezlari o'ta dakansa variantidan akalar. Qo'chqorimiz liboyadan bitta ko'rsa like bosib yoqtiradigan variantdan. Stoykani qarang. Oldi to'shlariga bitta e'tibor berasiz. To'sh o'ta otilib chiqqan variantdan ekan. Obunachilar, biz unday bo'lsa keyingi ma'lumotini berishdan oldin buni narx-navosini yoritsak. Dilmurod, sizni tanishtirmabman. Biz obunachilarga salom alaykum qo'ying. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? O'sha biz arzonchi ukamiz Dilmurod. Siz bu bolani bitta ko'rgan tanib olasizlar. O'zimiz ukamiz bo'ladi. Bu narxini nech pul qilib beramiz Dilmurod obunachilarga? $1700 ga dastavkasi Xorazmgacha qilib beraman buni. $1700 ga Xorazmgacha. Obunachilar, xayriga o'tib ham berasiz, xudo xolasa. Bitta like tirsillatib obuna bo'lib qo'ysalaring, inshaalloh mana bunaqa qo'chqor gigantlardan sizlarga borib turadi. Bu yangi obuna bo'lgan obunachilarimizga nech pul xayri bor Dilmurod? Hadamda $50 xayr qilib beraman. Eskilarigacha o'zimizning klientlarimizga. $100 xayr qilib beraman. $100 ha? Labizni qaranglar, mashalloh. Like tirsillatinglar akalar, biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Keyingisi kashtan ishqibozlari, Hisor ishqibozlariga chiqadi. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa kashtanni tozasidan so'ragan aka-ukalarimizga kashtanni udoridan kelgan akalar. Yungini olib chiroyli qilib qo'ydik. Buni obzorini tez-tez qilib, videoni cho'zmagan holatda obzorini qilib tanishtiramizlar. Quloqlarni joylashuvini, uzunligiga bitta e'tibor berasizlar. Mana bunaqa 4 ko'z variantidan akalar.
Mana bu yerda dinozavr kalla ekan, buni shu burnida bir kattaroq bir unaqa ko'ziga o'xshagan joyi bor ekan. O'ta chiroyli turibdi aka, kallaga yarashib. Kastiyaylarni bitta ko'rib qo'yasizlar, moshniy variantdan kastiyaylar. Yungilari mana bunaqa simjun variantidan akalar. Mana. Dumbalari ham o'ta kelishgan dumbani. Qarang, mashallah, bichilmagan dumbasidan so'ragan obunachilarimizga dumbalari ham moshniy, bellari. Xullas, qo'chqorimiz bir ko'rganda yoqtiradigan qo'chqor, bitta ham nuqsoni yo'q variantidan. Dilmurodjon buni ma'lumotini berishni boshladi. Yosh oyligi qanaqa buni? Bu 2 tishga o'tdi mana. Qarang. Mana yangi chiqardi mana. Bo'ldi. 2 tishga yangi chiqqan variantidan oldi kengligi ham moshniy ekani. Tushlari akalar, like tirslatadigan joyi, stoykasiga ham bitta e'tibor berasizlar. Mana bu qo'chqorning umumiy ko'rinishi akalar. Uzunligiga ham tashlatasizlar akalar. Xo'p, bo'y bastlarni bitta o'lchab ko'rsatamizmi buni? Bo'ldi, metr. Obunachilar, mana metrimiz yerdan mana 90, rovna 90 akalar. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Videoning tagida nomerimizni qoldiramiz. Uzunligini ham o'lchab ko'rsataylik. Bitta uzunligini o'lchab beringchi Dilmurod, qo'yingchi. Aka-ukalar, mana yelkasidan qo'chqorimizni. Mana qo'chqor 95. Akalar, uzunligi baribir boshqacha ko'rinadi bu jonivar. Zo'raga mana zapaskalar qarang. Zapaskalari ham moshniy ekan-a Dilmurod. Zapaskalar mana jonivar. Buni bo'ldimi? Narxini ayting, narxini yoritaylik chiroyli qilib. Hozirga 13 millionga hayriga o'tib beraman. 13 million. Dastlabkasi Xorazmgacha qilib beraman buni. 13 mingga xayr qilib berasiz-a? Xayr qilib beraman. Dastlabkasi Xorazmgacha. Xorazmgacha bo'ladi. Bo'ldi, obunachilar shoshilib aloqaga chiqasizlar. Buni quloqlari ham mana bunda o'ta kelishgan variantidan ekan aka-ukalar. Biz unday bo'lsa, keyingi partiyasini sirazi ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar 3-partiyasiga mana bunaqa qizil kashdan bir dona begona tuki yo'g'idan olib kelib qo'yibdilar Dilmurodjon. Mana buni qarang aka. Mana bu kashtanga bitta e'tibor berib qo'ying. Yungi simjun variantiga nechi? Simam buni oldi, hijolat deydi-yu akalar. Kallalari o'ta moshniy kelishgan, deriski variantidan akalar. Kastiylar novvost oyog'iga o'xshab ketgan. 4 oyoq mana bunaqa stakan tuyoq variantidan akalar. Dumbalari ham bichilmaydigan dumba. G'olibjon menga kashtanni bichilmagan dumbasidan kerak, adirga qo'yib yuboraman degan akalarimizga tavsiya qilaveradigan variant obunachilar. Bu taraflarni Qani u tomonni aylantirib qarang, shashtini mashalloh, shashti baland variantidan obunachilar. Mana bu tomonni, ikkinchi tomoni tushlariga bitta e'tibor berasizlar. Tushlari moshniy akalar. Kallalari ham juda kelishgan. Buni ma'lumotini berishni boshladi. Yosh oyligi qanaqa Dilmurod buni? Bu ham mana 2 tishga o'tgan qo'chqorimiz mana. 2 tishga o'tgan-a? Bo'ldi, 2 tish. Bo'y bastlarni o'lchab ko'rsataylikchi. Umumiy ko'rinish obunachilar qo'chqorimiz. Qani? Mana akalar, metrimiz yerdan mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar. 89-90 ga bor. 90 plus ekan bu. Bitta qo'yingchi boshqatdan. Katta qo'ying. Mana obunachilar. Mana 93 ga boryapti akalar, 92, 93. Xullas 90 plus ga olaverasizlar akalar. Bo'ldi. Mana bu qo'chqorimizni, voy mashalloh, shashtini qaranglar akalar. Umumiy ko'rinishi uzoqdan yaqindan olib qo'yapsiz, G'olibjon degan akalarimiz. Mana umumiy ko'rinish qo'chqor stoykasi ham moshniy. Dilmurodjon, bu narxida asosiysi, narxi nechi bu? Buni ham 13 millionga hayriga o'tib beraman. 13 millionga hayriga o'tib dastlabkasi Xorazmgacha qilib beraman. Xorazmgacha qilib beramiz-a? Ha. Obunachilar shoshilib aloqaga chiqasizlar. 13 millionga buni ham hayri bor ekan. Bunisi 90 plus variantidan akalar. Mana bunaqa qizil kashdan qidirgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Moshniy variantidan. Kallalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Unday bo'lsa biz keyingi partiyasini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Obunachilar, mana bu so'nggi partiyamizga ham kashtanni udorini olib kelib qo'yibdilar mana mashalloh. Bitta shashti, voy mashalloh, shashtini balandligiga e'tibor berasizlar akalar. Kashtanimiz o'ta moshniy variantidan. Mashalloh, like tirsillatasizlar akalar. Buni ma'lumotini tez berishni boshlaymiz. Mana bu qizil kashtanlar kuni ekan bugun. O'sha bitta gibridimiz bor. Undan keyin hammasi mana bunaqa kashtan variant. Oldi tushlari, kallalariga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Mana bunaqa bir dona begona yungi yo'q variantidan. Obunachilar, 4 oyoqlari stakan tuyoq. Xullas kashtanga qiziqadigan akalarga bittadan tirsillab jo'natib qo'yasa, like'larni bosib, buni ma'lumotini berishni boshladik Dilmurod. Yosh oyligi qanaqa? 2 tishga o'tdi mana Objon aka. 2 tish, shunaqa, ha, kashtan. Shu variantida. Mashalloh. Bo'y bastlarni o'lchaylikchi.
Bo'ybastlar mana yerdan obunachilar mana 92. 90 plyusga olaverasizlar akalar. Ha, 90 plyusga olishaveradi. Uzunligini ham o'lchab ko'rsataylikmi? Uzunligi qo'chqorimiz o'ta shashta baland akalar. Mana metr nima deyapti? 95 plyus. Uzunligi uzun. 95 plyus variantidan obunachilar. Ko'rib turibsizlar shashta balandligini. Xudo xolasa buni olib borib bitta qo'shasizlar, qo'ylaringni ko'paytirib beradigan sortidan akalar. Xullas buni bo'lmasam narxini ayting Dilmurod, yengil qil. So'nggi partiyasiga qulay, ha, xudo xolasa. Buni 10 million dastlabga qilib beraman. 10 millionga. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Arzonchiligiga bordi Dilmurod. Arzonchi Dilmurod mana shu bo'ladilar. 10 millionga obunachilar xayrini qilib berasiz-a? Xayrini qilib beraman. Xayrini qilib, dastlabkasi Xorazmgacha Yetkazib beraman. yetkazib beriladi akalar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qo'yinglar inshaalloh. Mana bunaqa udorlardan chiqarganimiz birinchilardan bo'lib sizlarga boradi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.